Assalomu alaykum obunachilar, navbatdagi zakaz prinsipimiz tayyor bo'ldi. Bugungi sanagacha 2026-yil 25-yanvar kuni bu prinsipimizni topshiryapmiz. Bu prinsipni razmeriga kelgan o'zim 1.62-60 bo'ldi. 4 tarafi ham shivildir bo'ldi. Ramlari yaxshi stoplardan qo'yib qo'ydik. Bort 40 cm, reshotka 70, poldan 1.10 bo'ldi. Taglari konteynerlikdan qilib berdik pollarini. Bu prinsipimizda Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniya berdik. Prinsip ma'qul bo'ldimi? Ma'qul bo'ldi. O'zingiz gap zakaz bermadingiz-a? Ko'nglingizdagidek bo'lib chiqmang. Zakonli. Aldı arkaçılardan bo'ldi, o'zlari aytgan zakazlarini ishlab berdik. Esa tabriklayman. Yaxshi kuningizni ishlating. Mana shu spravkangiz 10 kun ichida nomer oldim. Necha so'm oldingiz? 11 million. 11 million oldim. 11 million var. Allohdan tavsiya etasizmi? Yetaman. Yomon emas, zakonli. Gap so'zdan yiroq. Ko'nglingizdagidek bo'lib chiqmang. Esa yaxshi kuningizni ishlating. Bo'ladi. Yana prinsipimiz 1.62-60 bo'ldi. Taglari konteynerlik bo'ldi. 15 lik lasetli balonlar bilan. Ena bir to'g'ri ola. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniya bergan 1 tonna 600 lik qalin zamoqlar. Uyda bilkasi oldam ochiladigan bo'ldi. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimiz qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda prinsiplarimiz bor. Vedena bom Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jali Qo'ng'irota berdik bunga. Bom tayyor bo'ldi, xudo xolasa kraska jarayoniga kelib turibdi. Xudo xolasa prinsiplarimiz ko'p. Zakaz beraverasizlar, tayyor prinsiplarimiz ham bor. Kelasizlar 2 soat ichida tayyor qilib, chiroyli qilib beramiz yana. Mashin kraska sapiladi. Prinsiplarimiz hammasini sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.